Assalomu alaykum aziz mushtariylar, aziz kitobxonlar. Avvalambor barchangizni mana yaqinlashib kelayotgan Navro'z olam bayrami bilan chin qalbimizdan kutubxona a'zolari nomidan, kollektiv nomidan tabriklaymiz. Sizlarga sog'lik, sihatlik, omonlik tilaymiz. Buyuk adibimiz Abdulla Qahhor 50-yillarda 60-yillarda endi ijod maydoniga kirib kelgan yosh ijodkorlar haqida shunday deganki, ko'pdan beri momaqaldiroq tovushini eshitmagan edim. Abdulla Oripov, Erkin Vohidovlarning, O'tkir Hoshimovlarning adabiyot maydoniga kirib kelishi 60-yillarda ana shu momaqaldiroq tovushini berdi. Nasib etsa, kelajakda bular buyuk ijodkor bo'lib yetishadilar deb niyat qilgan edi. Ana qarangki, mana yillar o'tdi. Har uchala buyuk ijodkor buyuklikka erishdi. O'zbekiston qahramoni, O'zbekiston xalq shoiri darajasigacha yetishdi. Shulardan biri buyuk shoirimiz, el ardoqlagan shoir, vatandoshimiz Abdulla Oripovdir. Bahra ol hayotning ne'matlaridan. Yashab yur olamni his etib ko'rib, valik payt kelib buning baridan ayrilib qolmagin tiriklay turib. Tanish bilishlar ku bordir tumonat, kim ham sadoqatga bergay kafolat. Hatto qasam ichgan do'st ham omonat, ayrilib qolmagin tiriklay turib. Qaydadir odamning yulduzi imlar, parda bo'ladilar, lekin har kimlar bir kun yodga tushar o'sha g'animlar, ayrilib qolmagin tiriklay turib. Har olgan nafasing o'zi ibodat, qalbingda yashaydi pinhon muhabbat. U ilhom, u hikmat, u kuch, u qudrat, ayrilib qolmagin tiriklay turib. Dunyoda topganing vatandir tanho, senga xalqing o'zi suyanch avvalo. Xoking shu tuproqqa bo'lgusidir jo, ayrilib qolmagin tiriklay turib. Bilaman o'tadi shodlik bilan g'am, bilaman g'animat erur bir dam. Payg'ambar atadim har zotni, ammo muridim demadi hech bitta odam. Demangiz dunyoning tashvishi qolib, o'zini har yonga uradi shoir, tog'day og'ir yukni kaftida olib, qushday yengil bo'lib yuradi shoir. G'azallar to'qirdim senga bir zamon, qo'shiqlar aytardim tunlar boshingda. Nachora ushbu kun o'zga bir inson, o'zga bir muhabbat turar qoshingda. Eshitdim xazonli bog'larda tanho, o'tkazar emissan sokin paytlarni. Sarg'aygan daftaring varaqlab goho, takrorlar emissan mahzun baytlarni. Men ham tonglar ba'zan yo'lga qarayman, munavvar quyoshga ko'ksimni ochib, sening xayolingdan madad so'rayman, sening xayolingga boraman qochib. Lekin kutmoq yo'q hijron dastidan, faqat qalbimizda bardosh va sabot. Dunyoda jamiki hislar ustidan qahqaha uradi qadim bu hayot. Nadomat nimaga va afsus nechun, olamda neki bor uchar beshafqat. Bizning vazifamiz ko'nikmoq beun, bizning vazifamiz unutmoq faqat. Yillar o'tib ketar takror va takror, yoshlik ham o'tadi benishon besas. Lekin o'sha chog' ham xo'rsinib bir bor, sevgandim nabiram deya olsak bas. Mana bu yil shoirning tavalludini nishonlash, tug'ilgan kunini nishonlash ro'zai Ramazon kunlarida, ulug' kunlarda to'g'ri kelyapti. Chunki shoirimiz ro'zai Ramazon kunlarini, Navro'z bayramlarini juda sevgan va juda ko'p qalam tebratgan bu mavzuda. Azizlar, men sizlarga shoirning mana bir bag'ishlangan ro'zai Ramazon kunlariga bag'ishlangan bir she'rini o'qib berishni niyat qildim. Saharlik. Ro'za kunlarida bizning uyda ham o'chmasdi tonggacha toat chirog'i.
ibodat qilardi otam va onam, men ham uyg'onardim saharlik chog'i. Mo'jaz dasturxonda shukrona taom, bitta chalpak nonu mayiz yo o'rik. Saharlik jimgina etardi davom, bularning bariga men ham bir sherik. Yillar o'tib ketdi. Endi men uchun armon u kunlarning har bir fursati, o'sha azizlarim ular yo'q bu kun, bitgan ular uchun ro'za muddati.